Sening YouTuber do'sting. Yo, bolalar, qaranglar, men nima qilishni bilaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go! Bilaman, sizlarni bunaqa oddiy narsalar bilan hayron qoldirish qiyin. Shuning uchun bugungi videoda bir-biridan qiziqarli va foydali bo'lgan har xil eksperiment va layfhaklarni ko'rib chiqamiz. Video boshlanishidan oldin choy damlab oling, men videoni boshladim. Aytgancha, siz ham mana shunday qilib jitillarni azoblamoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi layfhakimiz orqali kravatda haqiqatdan ham yotganga o'xshab ko'rinsangiz bo'ladi. Xuddi siz ko'rpani ustingizga yopib olganga o'xshab ko'rinasiz. Buning uchun mana shunday qilib ikkita kravatni qo'yib olasiz va uni tagidagi bloklarni 0.5 blokka o'zgartirib chiqasiz. Va mana shundan keyin xuddi men ko'rsatganday qilib aravachalarni tepadan tushirib chiqasiz. Eng oxirida esa mana shu narsani qurib qo'yasiz. Va hammasi tayyor bo'lgandan keyin kravatni oldiga kelib aravachaga o'tirishni bosasiz va ko'rib turibsizki, xuddi kravatda haqiqatdan yotgandek ko'rinasiz. Endi esa sizlarga zombilardan oson himoyalanishni o'rgataman. Buning uchun birinchi navbatda mana shunday qora va uni yoniga istalgan oddiy rishotka kerak bo'ladi. Ularni xuddi men ko'rsatganday qilib birma-bir qo'yib chiqasiz va uyingizni atrofini aylantirasiz. Siz bu rishotkalarning orasidan bemalol o'ta olasiz, lekin zombilar esa Xudoga soldim karatchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Navbatdagi eksperimentimiz orqali moblarni mana shunday teskari qilib qo'ysangiz bo'ladi. Buning uchun bizga tegname kerak bo'ladi va uni anvilga qo'yib, xuddi men ko'rsatgan so'zni yozasiz. Ana endi buni moblarga qo'yadigan bo'lsak, ular mana shunday teskari bo'lib qoladi. Bu eksperimentni xohlagan moblar bilan ishlatib ko'rsangiz bo'ladi, ayniqsa qo'ylarga. Keyingi eksperimentimiz ham JTlar bilan bog'liq bo'ladi. Buning uchun bizga end portal kerak bo'ladi. Portalni ishga tushirishdan oldin uni ichiga JTlarni kravat bilan joylashtirib olamiz. Shundan so'ng esa portalni ishga tushirib, uni ichiga kirsak, boyiga ko'zi qonga to'lgan JTlar bizni kutib turgan bo'ladi. O, assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Va nihoyat hammangiz kutgan yoki kutmagan, xullas video boshidagi JTlarni azoblaydigan eksperimentimizga yetib keldik. Birinchi bo'lib kravatlarni mana shunday qo'yib olamiz va shundan keyin bizga ikkita command blok kerak bo'ladi. Ularni yonma-yon qo'yamiz va birinchi blokka men ko'rsatgan kodni yozasiz. Ikkinchisiga ham xuddi men ko'rsatgan kodni yozib olasiz. Keyin esa redstone'larni mana shunday qilib qo'yasiz. Shundan so'ng esa JTlarni kravatga spawn qilib chiqasiz. Eng oxirida esa mana shu narsani redstone blokini orqasiga qo'yamiz va videomizni mana shunday ajoyib eksperiment bilan tugatsak bo'ladi. Bu eksperimentimiz bilan ham siz JTlarni azoblasangiz bo'ladi. O'zi bugun JTlarning azoblanadigan kuni ekan. Meni ota-onam nahotki shu uchun dunyoga keltirgan bo'lsa, nahotki shunchaki просто так pakayib o'lib ketsam.
Buning uchun siz mana shunday struktura tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda mana shunday kvadrat tayyorlab, pastki qismini qor bilan, ikkinchi qavatini esa nezirit bilan o'rab chiqamiz. Va uni ichiga muzdan yo'lak qilib olamiz. Bo'sh qolgan joyni esa qorli blok bilan to'ldirib qo'yamiz. Ana endi eng muhim joyga yetib keldik. To'rtta tomondan xuddi men ko'rsatganday qilib mexanizm tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Hammasi tayyor bo'lgandan keyin shitelni uyiga qo'yasiz. Ana endi uni umuman to'xtata olmaysiz. Bugungi video mana shulardan iborat edi. Video yoqgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Mening Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Har doimgidek keyingi videolargacha ko'rishguncha, xayr.